Hoy Remmi, agar barmog'imni tiqsam tok urmaydimi? Agar zazemleniya bo'lsa urmaydi, Stuart. Zazemleniya o'zi nima? Zazemleniya to'qni nosozlik paytida odamga emas, yerga chiqarib yuborish uchun xizmat qiladi, Stuart. Ya'ni zazemleniya himoya ekanda? To'g'ri. Avvalo inson uchun, keyin texnika uchun himoya. Agar zazemleniya bo'lmasa-chi? Qurilma korpusiga kuchlanish o'tib ketgani sabab tok uradi. Oddiy muzlatgich ham qotilga aylanar ekanda. Shunaqa. Zazemleniya avtomat va uzo bilan birga ishlaydi. Ular qachon o'chadi? Tok yerga ketganda shunda xavf yo'qoladi. Xulosa qilgan bo'lsang, zazemleniya hisob-kitob bilan qilinishi kerak. Shu sabab Energy Line bu ishni standart bo'yicha bajaradi. Siz ham tok urganda raqsga tushmaslik uchun zazemleniyani to'g'ri ulating.